Assalomu alaykum o'rtoqli qarindoshlar. Men har doim Qur'onsiz musulmonlik degan so'zni ishlataman. Hech kim mendan Qur'onsiz musulmonlik degan nima? Qur'onsiz deysa, ya'ni musulmon deysa, bu bog'lashmagan jumlani nimishga ishlatsa, demaydi. Nima o Qur'onsiz musulmonlik? Qanday odamni Qur'onsiz musulmon deydi? Qur'onsiz qanday musulmon bo'ladi deb savolni so'ramadi. Savolni so'ramadi. So'ramasimi men bugun o'sha diniy munozara bo'lib qopti. Diniy qarashlarni o'tirib qo'yaptiq bugun. Men Qur'onsiz musulmonlikni azroq yechib beray qarindoshlar. Buni musulmon deyishimizga sabab Qur'onga iymon keltirganlik uchun, Qur'onni Allohning kitobi deb qaraganlik uchun musulmon deymiz. Qur'onsiz deyishimizga sabab nima desa, Qur'onning hukmlarini o'zgartib payg'ambar anda deganda payg'ambar alayhisolamning og'ziga nisbatlab qo'yib, olimlar birlikka kelgan deb olimlarning birlikka kelgan deb shularning og'ziga nisbatlab qo'yib, shularning birlik kelganiga nisbatlab qo'yib, birlikka kelgan deb turib, nurg'un halol haromlarni o'ttirg'a chiqardiq. Qur'onda halol harom qilingan narsadan Qur'onsiz musulmonlarningki Payg'ambar alayhisolamning og'ziga nisbatlab qo'yib va olimlarning og'ziga nisbatlab qo'yib o'ttirg'a chiqqan halol haromning soni uningdan nechasi jiq. Qur'on nima deydi desa, kimga u mening nomimdan halol va harom qila oladigan deydi. Lekin Qur'onsiz musulmonlikchi desa, nurg'un halol haromlarni o'ttirg'a chiqadi. Nurg'un insonlarning ustidan hukm qilinadigan, ya'ni o'lim bilan tahdid soladigan, o'ltasak bo'ladi deydigan, buning qatli vojib deydigan, buning jini halol, qini halol deydigan, xotini taloq deydigan, mushundaq so'zlarning nurg'unlarini shu Qur'onsiz musulmonlar o'ttirg'a chiqadi. Buning Qur'on bilan hech qanday aloqasi yo'q bo'lganligi uchun bu Qur'onsiz musulmonlik deymiz. Hatto ba'zilari tap tatmay, qo'rqmay, o'zining mushrik bo'lib ketishidan, kofir bo'lib ketishidan qo'rqmay, Qur'on mening yerim iymonim, hadis yerim iymonim deydi. Bizni Alloh shu Qur'onga iymon keltirishga buyurgan. Nimishki bizni Qur'onga iymon keltirishga buyurgan desa, Muhammad alayhissalomdek bir zotni sana biz bu Qur'onni nozil qilishdan burun iymon nima, islom nima bilmaysan degan. Demek imanның nimeligini, İslamның nimeligini Muhammed Aleyhisselam Kur'an'dan öğrengen. Biz mi Kur'an'dan öğrenimiz? Muhammed Aleyhisselam imanның nimeligini, İslamның nimeligini Kur'an'dan öğrendi. O Kur'an'ı bizge kıyametkiçi özgermeydiğen kıldı. Aşı özgermeydiğen kılışçı sebep mi Muhammed Aleyhisselam'ın kandak dinine itikat kılganlığını, bizge kandak bir dinine erkeğerliğini bölüşümüz için, o dinin kayadlikini tip bilişimiz için aşı Kur'an'ı özgermez kıldı. Qolgan insonlarning og'zi bilan chiqqan narsalar, og'ziga nisbatlab qo'yib o'tirib chiqqan narsalarning hech qaysi din emas. Din emas. Qolgan Muhammad alayhissalomning so'ziga, ya'ni so'zlariga, ya'ni Qur'ondan boshqa, Qur'onning Allohning 6300 oyatdan boshqa, ya'ni Muhammad alayhissalomning ma so'zlariga iymon keltirmasang, dindan chiqsa degan bir tal oyat yo'q. Muhammed Aleyhisselam şu Kur'an'ı yetkiziyotidi. Onunla ergeşmesen, onunla işenmesen, şu bizning yolumuzga, yani bizde avatkan nersek seni yetekliyotidi. Şununla mangmasan, dinden çıksa, onu inkar kılsan, biz yetkizge, vahiyini sizlerge yetkiziyotidi, onu inkar kılsan, dinden çıksa degan nurgun nesler var. Bu Kur'ansız musulmonlar dese, Kur'an'ın özüge bir iman deb, to'liq bir iman deb qaramaydi. To'liq bir iman deb qaramasdan Qur'onni yerim iman deb qaraydi. Allah Muhammed Aleyhisselam'dek zatni imanning nima, islomning nima ekanligini sen shu Qur'ondan o'rganding deb olsa, Qur'onni o'ziga yetarli iman deb qaramaydi. Yetarli iman deb qaramaydi. Qur'onning Alloh tarafidan kelganligiga iymon keltirgan. Lekin mana shu qarashlar, mana shu payg'ambarning og'ziga nisbatlab qo'yib o'tirib chiqqan nurg'un halol haromlar, olimlarning og'izlariga nisbatlab qo'yib nurg'un chiqarib olgan hukmlar yuqori degandek, ya'ni shularning og'izlari bilan nurg'un narsalarga ishonmasang,
İsa'nın tushiga ishonmasang iymondan chiqsa, Mahdining chiqishiga ishonmasang iymondan chiqsa, bir hadisni olimlar sahih desa, shuni inkor qilsang iymondan chiqsa deydi. Lekin Alloh shu hadislarga iymon keltirishni, shu hadislarni e'tirof qilmasak, bizning iymondan chiqadiganligimiz to'g'riliq gap qildimiz, gap qilmadi Qur'onda. Muhammad alayhissalom yetkazayotgan shu Qur'onga amal qilmasang, shuningga ergashmasang, uningga unimasang, sen bu dinda emas dedi. Emas dedi. Shuning uchun Qur'onda Alloh va Allohning rasuli deb keladi. Alloh va Allohning rasuli bir ishda hukm chiqarsa, er ayol mo'minlarning o'zi ishida ixtiyorligi yo'q degan so'zning o'zi nima desa, Alloh bir ishda hukm chiqarsa, rasul shu so'zni shu pidi yetkazib, shu bo'yicha ijro qilsa, boshqalarning o'zining ishida ixtiyorligi yo'q. İxtiyorligi bo'libmi iymonda ixtiyorligi bo'lmaydi. Uniga itoat qilmay turib mening iymonim bodisi bo'lmaydi. Iymonim bodisi bo'lmaydi. Endi Qur'onsiz musulmonlarningki insoniyat dunyosiga foydasi qanchalik? G'ayrimusulmonlarchilik foydasi bormi desa, Qur'onsiz musulmonlik nurg'un narsani din deb, nurg'un narsani halol harom deb o'ziga yuklab olgan bu insonlar faqat shaxsiyatchi. Bu Qur'onsiz musulmonlik asosiyatdan insonlikdan chiqarib tashlaydi insonni. İnsanlıktan chiqarib tashlaydi. Qur'onni mancha o'tkazib oldim, ancha o'tkazib oldim deb Alloh bizga yetkazib bergan Qur'onni amal qilishga avatgan Qur'onni Allohga o'qib o'tkazib beradigan. Oyatni mancha o'qisang manda bo'ladi, oyatni mancha o'qisang manda bo'ladi deb insoniyat dunyosini tiriktab qilib o'tadigan. Namozni mancha yirkat o'qisang anda bo'ladi deb, ro'zni mancha tutsang manda bo'ladi deb nurg'un Alloh demagan ibodatlarni Allah'ın namı bilan o'tirg'a chiqib insoniyatni aldab asosiyatdan Qur'ondan chetindib chiqib ketadi. Buning bilan yetilib qolgan insonlarchi desa, o'zining insonlik burchini ado qila olmaydi. İnsanlık degan nima uni bilmaydi. Butunlay shu dunyolikdan boshqani o'ylamaydigan, o'zidan boshqani o'ylamaydigan, o'zining nafsidan boshqani o'ylamaydigan, bir jinoyatni qilib, yana bir ibodat bilan yuyib tashlaydigan, shunda bir e'tiqod bo'lgandan keyin bo'ladi. Bular bu dinde amal qilmoqmi shunda oson. Oson. Bir yil ibodat qilib, bir yil jinoyat o'tkazib, Arafat kuni bir kun ro'za tutsang, hamma gunohing tugab ketadi deydigan. Kunda 5 vaqt namozni, kunlik gunohini yuydigan, jumani, haftalik gunohini yuydigan, hajni bir umrlik gunohini yuydigan munchaga aylantirib olgan. Bularning asosiyatdan insoniyat dunyosiga tuzash uchun, insonni haqiqiy inson bo'lib yashash uchun bir din tashviq qilamdi desa, unda emas. Boshqa bir narsa qilib insoniyat dunyosini insonga, inson qalbidan chiqarib o'tadigan insonga hech qanday foydasi yo'q bir narsa qilib chiqarib qo'ydi bular. Qur'onsiz musulmonlik mana shunday bir narsa. Chunki nima uchun desa, Alloh nomidan nurg'un narsalarni Alloh dedi deb so'zlaydi. Allah demagan narsada bo'libmi din nomidan Alloh o'tirib qo'ymagan narsada hargiz rahmat bo'lmaydi. Din nomidan bir narsalarga halol harom deb hukm berishda hech qanday rahmat bo'lmaydi. Unda xayrlik bo'lmaydi. Din nomidan o'tirib qo'ymagan nurg'un o'ltirishlarda jazolashda yana uning xayrlik bo'lmaydi. Bütün insoniyatdan g'ayri bir zolim bir insonga aylanib qolasiz. Jib aytganda inson bu Qur'onsiz musulmonlik insonni insonlik qalbidan chiqarib tashlaydi. G'ayrimusulmonlarning mayli Allohga ishonganlari bo'lsin, mayli ishonmaydiganlari bo'lsin, qanday bo'lsa u insonlik burchini ado qilib yashaydi dunyoda. Allohning yaratuvchisi sifatini inkor qilayotgan Xitoy. Allah yaratgan muşu kainatda o'ziga berilgan shu imtiyozdan foydalanib, ustunlikni egallab dunyodagi nurg'un musulmonman deganlarni og'ziga qartib, uni qarzdor qilib, og'ziga qartib, o'zining bizga o'xshash bir millatning ustidan elib berayotgan zulmini shu iqtisod bilan, shu bilim bilan, shu tirishchanlik bilan ko'z yumdiryapti desa, ko'z yumdiryapti, ko'z yumbatadi boshqalar yumbatadi. Demak, Allohga ishonmay turibmi bir insonlik burchini ado qilsa desa, insoniyat dunyosida bir ustun bo'lib yashay oladi.
Allah'ın kitabı kılı işinip, başka nersini din demezden yaşayan insanlar dese, hem Allah'ın o dünyadaki mükafatına erişidi, Allah'a şirik keltirmegenlik için, Allah namıdan nurgun narsalarga hüküm çıkarmaganlik için, Allah'ın o dünyadaki sizlarni mukofotlayman degan mukofotiga erishidi. Hem mushu dunyoda mo'min bo'lsanglar ustun bo'lasizlar degan shu ustunlikni egallaydi. Demak, Qur'onsiz musulmonlikchi desa insoniyat dunyosiga dinsizlardanmi ig'ir ziyon keltirib chiqardi. Qiyomat kuni uning ko'rdigan kuni qanday bo'ladi, Alloh o'zi biladi. O'zi izdinvosi bo'ladi o to'g'riliq. Rasman Alloh bermagan hukmlarga iymon keltirib, Allah iman keltirishga buyurmagan, Allah o'ltirishga buyurmagan narsalarni o'ltasi bo'ladi deb e'tiqod qilyaptamdim, qilmayaptamdim deb qarab baqsa, rost degandek Allah halol harom demagan nurg'un haromlar, Allah halol demagan nurg'un halollar. Allah o'ltirishga hukm qilmagan insoniyatning ustidan nurg'un chiqarilgan o'limga hukm deb chiqargan hukmlar. Muşlarning hammasinin Qur'on bilan munosabati bo'lmagan ekanchi desa, u Qur'onsiz musulmon bo'ladi. Qur'onsiz musulmonlik bu dinni e'tirof qilmagan odamchilikmi foydasi yo'q ma dunyoga.